أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi zidni ilma. Allah Teala'nın iltifatı bilen Sure Nisa'nın 12. ayeti geldik. Bu ayette bu şu miras ayetlerinin şu devamı. Miras kılaklar ahkamlı sözündeki. Allah Teala şundak deydi. Estaizu billah. Ve lekum nisfu ma terake ezvacukum in lem yekun lehunne veled. Fe in kâne lehunne veledun felekumur rubu'u mimma terekne. Ma ayolları ayol kishi o'lib ketib, ayol o'lib ketib, eriga meros tegadigan aloqalar gapimdi. Agar ayollaringlarning bolalari bo'lmasa, bu chog'da ular qoldirgan merosning yarmi, ya'ni erlar sizlarga tegadi. Agar ularning bolalari bo'lib qolsa, ularga qoldirgan merosning to'rtdan biri sizlarga tegadi. Ular qoldirgan merosning demoqchi. Bu yerdagi bola degandan agar u ayollarning bolalari bo'lmay qolsa deganda shu ayolninki osh adam bo'lgan bolalari bo'lsin yoki boshqa burun tekkan erdan bo'lgan bolalari bo'lsin, ish qilib osh ayolninki o'zi tuqqan bolalasi bo'lib qolsa, u chog'da ayol kishi qoldirgan tarakininki to'rtdan biri tegar ekan kishiga. Agar bolalari agar bolalari bo'lmay qolsa yerim tegadi. Ma'noda xatolashibdi. Bolalari bo'lmay qolsa, erga ayol qoldirgan tarkining yerimi tegadi. Agar ayol kishiniki bolalari bo'lib qolsa, mayli mush adam bo'lgan bolalar bo'lsin yoki boshqa adam bo'lgan bolalar bo'lsin, bolalari bo'lib qolsa, o'shada kishiga, ya'ni sizlarga falakum rubu'. Erlar sizlarga ayollar qoldirgan tarkining yerimi tegadi. Min ba'di vasiyati yusina biha aw dayn. Bu miros taqsimoti ayol vasiyat qilgan vasiyat o'rinib bo'lgandan keyin yoki qarzlari to'lanib bo'lgandan keyin undan ijro qilindi. Yuqorqi oyatda o'qib o'tgan to'q asli shariatningki qoidasi bo'yicha qarz oldindan qarzni to'laymiz, undan keyin vasiyatni ijro qilganmiz. Lekin ma oyatda vasiyatni boshqa keltirdi desa, vasiyatning muhimligini bildirib qo'yish uchun shu mushtaq qilgan deb oldingi darsda shuni o'qib qo'ydim. وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع. Bala degandan bu yerda nevarasimi shuncha kelib ketadi deydi. O'g'ilning bolasi. O'g'ilning bolasimi shuning qatori kelib ketadi. Bu ijmoan shunday ekan. Endi valahunnar rubu'u mimma taraktum. E ayollar ayollarga to'rtdan biri tegadi. Erlar sizlar tark etgan narsin. Er o'lib ketib, u erning amrida bir yoki ikki, uch yoki to'rt ayol bor ekan. U shu amirda ashta ayol bor holatda er kishi tugab ketibdi. Ondan bo'lsa ayollar mayli bir bo'lsin yoki to'rt bo'lsin, kishi tark etgan tarkining to'rtdan biri tegadi deydi. Agar kishiniki bola bo'lmay qolib qolsa, ya'ni sizlarning bolanglar bo'lmay qolsa. Fa in kana lakum waladun. Agar sizlarning bolalaringiz bo'lib qolsa, erlar sizlarning bolalaringiz bo'lib qolsa, mayli mushu ayollarning bo'lgan bolalaringiz bo'lsin yoki burun ilib qo'yib o'tgan ayollarning bo'lgan bolalar bo'lsin, sizlarning pushtinglardan bo'lganlar bola bo'lsa, ashuna bir bola bo'lib qolgan taqdirda falahunna thumunu mimma taraktum. U ayollarga 8dan biri tegadi, sizlar tark etgan narsadan. Shu 8dan birini erning amrida qancha ayol bor bo'lgan bo'lsa, o'lib ketgan vaqtda. Shu 8dan birini shu ayollar o'lishir ekan. Mayli bir bo'lsin, mayli to'rt bo'lsin. Min ba'di vasiyatin tusuna biha aw dayn. Bu shu sizlar vasiyat qilgan vasiyat o'rinib bo'lgandan keyin yoki qarz ado qilib bo'lgandan keyin shunday bo'ladi. Va valadul ibni kal valad fi zalika ijma'an. Bu yerda o'g'ilning bolasi yana shu o'g'ilga o'xshashdir. Yine sizlarning nevranglar o'g'ilinglarning bolasi bo'lib qolsa-mi,
Aşu veletnin katarı kelip tutudu demeşi bir yerde. Ve in kana raculu yurathu kelaleten ev imra'atu ve lehu ahun ev uhtun felikulli vahidin minhumas sudus. Eğer miras kaldırgıcı ata-onasiz, balasiz er yoki ayol bulup, onun faqat onu bir qarindishi ve onu bir hemşerisi bolsa, ularning har biriga mirosning oltidan biri tegadi. Agar miros qoldiruvchining, ya'ni miros qoldiruvchi mitning oni bir ota boshqa qarindoshlari va hamshiralari buningdan yana birdan ko'p bo'lsa, u chog'da mirosning 3dan biri ularning orasida o'rtoq taqsim qilindi. Bu taqsimot mitning vasiyati o'rinlangan yoki qarzi to'lanib bo'lgandan keyin ilib berildi. Yura kalala rajulu yuratu degan racul mevsup yurathu sıfat oldu demek bir yerim. Yani miras kaldırgan kişi kelale olsa. Kelale degen kananınki haberi. Yani kelale degen dadısım yok, balısım yok işte bir kişi yok kalsa ya ki ömre'atun ya ki ayal kişi miras kaldırgan yani ölüp gitip şu miras kaldırgan ayal kişi ağaçta kelale olup kalsa onun şu kelale olan şu kişinin ya ki ayalının bir ona dadı başka ana bir qarindişi ve hemşirisi var ekan. Ahun ev uhtun ayetin hepsi şunda qilgan. Lekin min ummin degan Hazreti İbn Mesud radhiyallohu anhu'nun qiraatida ve başkalarının qiraatida min ummin demada o'qilgan debdi. Şuna bu yerdeki ahun ev uhtundan şu onu bir dadı başka onu bir qarindişi yoki hemşirisi maqsad qilindi deyilgan gap şunu bilan. Yeni bir qiraat bilan deyilyotgan gap hozir. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ Ularning har biri uchun shu dada boshqa ona bir bo'lgan qarindishi va hamshirasining har biri uchun oltidan bir tegadi. Kalala bo'lgan odamningki mirosining gibi hozir. فَإِنْ كَانُوا agar ular shu ona bir dada boshqa qarindoshlari va hamshirlari oshinodan yana birdan ko'proq bo'lib qolsa, ular sherikdir 3dan 1dan. Yastavi fihi zakaruhum ve unsahum. Uni da ularningki erleri ayollarımız beraber. Yani şu üçten birini ortak taksim kıldı arasında bir şey. Min ba'de vasiyeti yusi biha ev deyn. Bu aşu mitninki aş kelala olan mitnin vasiyeti ada kılıp bağlanırken ya qarz to'lanıp bağlanırken buludu. Gayra mubar. Yine zarar yetkizmesinden elip veriliş gerek. Gayra mubar a yusi'nin zemiriden hal. Yine vasiyet kılıdı zarar yetkizmesinden demek. Vasiyet kılıdı o adam zarar yetkizmesinden. Gayri mudhilin ad-darara alel varatha. Yani mirasxo'rlarga zarar kirgizmasdan vasiyat qilish kerak. Qanday desa bi an yusiya bi aktara min al-thuluth. 3dan 1ni ortiqni vasiyat qilib o'tish bilan mesela zarar yetkazib qolgan bu ishni qilmasdan vasiyat qilish kerak demoqchi. Vasiyatan min Allah. Vasiyatan degan masdar muakkad. Yusikumninki. Yusikum vasiyatan min Allah. Yani vasiyat qilish kerak. O shunda bir vasiyatniki bu Allah tarafından Allah buyurgan ish deb turib bunda aşına bir vasiyat qilish kerak. Yani Allah'ın buyurgan ilmi olsa 3dan 1 ortiqni vasiyat qilmanglar degan buyruq shu. Vasiyat. Tavsiyasi. Vallahu alimun halim. Allah hammani bilib turg'uchidir. Bima dabbarahu li xalqihi min al-faraid. Allah Teala şu mahlukatlarga belgilab bergan faraiz, miras ahkamlarining hammasida bandaning manfaatini obdan bilguchidir, halimdir. Ya'ni Allah o'zininki shu belgilamalariga xiloflik qilganlardan azoblashni kechiktirish bilan halim bo'lguchidir. Ya'ni tavba qilish fursati beradi Alloh taolo bunlarga. Va xossatis sunnatu tawritha man dhukira. Endi yuqorqi miras qaloqlari ahkamlarning hammasida sunnat nimani xos qildi desa, zikr qilingan kishilarga miros berishda bunda kishilarni xos qildi deydi. Yo'q, uningda bir mani, miros erishishdan cheklab qo'ygan biri to'sqinlik yo'q bo'lish kerak demoqchi bu yerda. Qanday desa, u biri qotil bo'lmasi kerak. O'zining
Halbuki katil maktuldan miras alamam degan gap bordi. Şunun katil olması gerek. Yoki din o'xshash olmaydigan bir ahvol olması gerek. Yoki qul olması gerek. Masalan, ikkisining birisi g'ayrimusulmon bo'lib qolsa, qanday bo'ldi degan mushta ahkam. Mushunda bo'lmagan ahvollarda, mushta bo'lmagan ahvoldagi kishilarga kishilar yuqoridagi bo'yicha miros ola oladi demoqchi. Tilka hududulloh. Shu ya'ni mazkur ahkamlar yetimlarning ishiga ega bo'lish va uning keyin miros ahkamlarining hammasi Allohning chek-chegaralaridir. شرائعه التي حدها لعباده ليعملوا بها ولا يتعدوها. Allohning shariatlaridirki, belgilab berdi uni bandalarga amal qilish shu bandalarning shu shariatlariga va undan tajovuz qilmaslik uchun. Uning nersiga o'tib ketmaslik uchun ashta belgilab berdi. Belgilab bergan chek-chegara. Va man yuti Alloh va rasulahu. Kimga Allohga va Allohning rasuliga itoat qiladi ekan, fima hakama bihi. Alloh hukm qilgan narsalarda Allohning rasuliga itoat qilsa, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kelgüzde Allah Teala o kişini cennetlerge ekip durdu, onun astıdın östanla. Astıdın östanla ekip durduğun cennetlerge kelgüzde o. Yudkhilhu degen, yudkhilhu, nudkhilhu deb iki lok oldu deydi. Bil ya'i ve nun. Nudkhilhu deb nunula oqa vakitte üçüncü şahsın birinci şahsga buralgan bulu demiş, iltifatın. Halidine fiha. Ular şu cennette mengü kalan alette şunda turdu. Ve zâlikel fevzul azim. Aşı bolsa nayet katta bir muvaffaqiyettir. Ve men ya'sillaha ve rasulahu. Kimiki Allah'a ve Allah'ın Resulüne asilik kılıdiken ve yeta'adda hududahu. Ve Allah'ın şu belgilep bergen çekçigilarlarına tecavüz kılıdiken yudkhilhu nara. Kirgizdi Allah Teala o kişine yudkhilhu nudkhilhu ni iki xil okul demek yukarıdaki yukarı okşaş. Naran halidun fiha. Şunda bir otqa kirgizdi, dozaq kirgizdi. Mengü qalanet o kişi şu dozaqda. Ve lehu azabun muhin. Onun için şu dozaqda ahanı kılgıcı, har kılgıcı azap vardır. Ve ru'iye fil damair fil ayeteyn. Hem iki ayetteki zemirlerde, olmaçlarda mennin lafzi raya kılındı. Men hem de lafzi cihetten birlik, mana cihetten köpükünü ifade edilen kelime oldu. Demek ve lehu degende lahu da mesela hu birlik geldi aynı. Anında şu onun için yok ki bu hu almış ay meni qaytdı. Şu menin lapsiye raya qilin demişim şeyler. Yudkhilhu dedi mesela yine. Kirgizdi onu. Yani yudkhilhum deme yudkhilhu deb keldi gibi. Şunda menin lapsiye raya qilganlar demiş. Halidine de menin manisiga raya qilindi. Halidine köplük bu yerimde. Bunu da men manajati köplük olgandikin shu menning manajatdagi ko'plik holatiga rioya qilindi demoqchi. Alloh taolo hammaga manfaatli ilm ato qilsin. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Subhanaka Allohumma bihamdik astaghfiruka va atubu ilayk.